Farg'ona shahridagi ushbu xonadonimizni tashqi fasadini high-tech uslubida qilishibdi. Ichki interyerini esa luxury va modern uslubda tayyorlashgan dizaynini. Biz qanday pardalar tikib keldik deb o'ylaysiz? Hozir sizlar bilan birgalikda uyni va pardalarni obzor qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rishda sizlarga maslahat beraman. Bismillah. Xonadonimizni hol qismi luxury va modern uslubda remontlar qilingan. Biz ham shu remontlarga moslab pardalarimizni tayyorlab kelganmiz. Bu holimizda ko'rib turganlaringdek tilla va bej ranglardan foydalandik. Matolarimiz gobelin, amerikanskiy stilda tikib kelganmiz pardalarimizni. Tyullarimizni pardalarimizni portierlariga mosladik. Juda chiroyli chiqdi. Pardalarimizni mijozlarimizga qulaylik yaratgan holda tikkanmiz. Mana o'rtasini ochib qo'ydik. Bemalol yopib ishlatsa ham bo'ladi. Surib ishlatsa ham bo'ladi. Keyingi xonamiz hojijonamiz xonalari, spalni xonalari. Mana bu spalni xonamizga blokkautlarimizdan foydalanib portierlarimizni tikdik. Juda ham chiroyli tyullarimizdan foydalanganmiz. Bu blokkautlarimiz ranglarini mebellarni mana boshqa tomondagi ranglariga moslaganmiz. Birga bir bo'lib chiqdi mebelimiz rangi bilan. Juda ham chiroyli chiqqan, bo'ylari ham idealni keldi. Keyingi xonamizni ko'rsataman. Mana bu xonamiz asosiy zalimizni ko'rib turganlaringdek modern va luxury uslubida remontlar qilingan. Biz ham shu remontlarga moslagan holda pardalarimizni tayyorlab kelganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Idealni bo'lib chiqqan pardalarimiz. Bu pardalarimizni kamera yetkazib bera olmayapti chiroyini. Tabiiy ko'rganingizda yana ham boshqacha ko'rinishga ega. Shunaqa chiroyli turibdi, o'zimizga ham juda ham yoqdi. Shu bilan birgalikda bu xonadonimizni zallari uchun mana shunaqangi skromniy tarzda dasturxonlar tikib keldik. Juda ham chiroyli chiqdi. Krujvalarimizni ko'ringlar. Xonaning interyeriga dasturxonimiz ham zo'r tushdi. Keyingi xonalarda obzorini ko'rsatamiz. Hali xonalarimiz ko'p. Bu xonamiz oshxonamiz. Ko'rib turganlaringdek, bu xonamizga ham juda ham chiroyli pardalarimizni tikib tayyorlab olib keldik. Держательlarimizga, bubonlarimizga ham e'tibor beringlar. Mana xonada och tilla ranglar bo'lganligi uchun biz ham shu och tilla ranglardan держатель bubonlarimizga foydalanib, bu xonamizga pardalarimizni tikdik. Juda chiroyli chiqdi. Bu tomonimizda mana loft uslubidagi перегородкамizdan oshxonamizga o'tish bor. Juda ham chiroyli mebellar qaranglar, shunaqa chiroyli qilib xonaga moslab yasatib o'rnatilgan. Bu xonamizga biz oynalarimiz kichkina bo'lganligi uchun plisi jalyuzilarimizdan foydalandik. Oshxonamiz ikki tomonida kichkina oynalarimiz bor. Chap tomondagi va o'ng tomondagi oynalarimizga ham xuddi shunday plisilarimiz o'rnatilgan. Bu xonamiz mehmonlar uchun spalni xona. Mana spalni xonalarimizga ham chiroyli qilib pardalarimizni tikib keldik. Mebellarga juda ham moslaganmiz. Portierlarimizni yaqindan oling. Mana plisirovkali portierlarimizdan bu xonamizga foydalanib tikdik. Juda chiroyli chiqdi. Tyullarimizni ham gullarini dona-dona qilib chiqardik. Yopganda yopiladi. Mana. Kerak paytda ishlab chekkiga surib qo'ysa bo'ladi. Endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi etajda obzorini qilamiz. Qani ketdik. Mana bu lestnitsamizga chiqishda bu tomondagi oynamizga teatralkalarimizdan qilib keldik. Ko'rib turganlaringdek bu ham juda chiroyli chiqdi. Mana portierlarimizni qora va молочный ranglardan foydalandik va plankalarimizga qora tilla ranglardan foydalanganmiz, chunki bu xonada qora tilla ranglar ham bor ekan. Biz ham shu xonaning ranglaridan kelib chiqib pardalarimiz ranglarini tanlaganmiz. Mana bu bollarimizni, держательlarimizga e'tibor beringlar.
biz bu bobonlarimizni lyustralarga moslab shunaqa chiroyli sasukali bobonlarimizdan ishlatdik. Mana ikkinchi etaj hol. Ikkinchi etaj holimizda ham xuddi shu ranglar takrorlangan, lesnitsa bilan bir xil bo'lib, chunki bu ikkinchi etaj holimiz va lesnitsamizda shu ranglar mujassam ekan. Biz ham xuddi shunaqa qilib ranglarga moslagan holda pardalarimizni tanlaganmiz. Shunaqa chiroyli chiqdi. Ikkita chekkasiga mana qora va молочный ranglarni parter qilib tashlab va o'rtasiga ham tashlab berdik. Masofa katta bo'lganligi uchun juda chiroyli chiqdi. Tullarimizga ham e'tibor beringlar. Gullari dona-dona bo'lib chiqqan. Chetlariga mana plankalar bilan ishlangan. Aytgancha bu xonadonimizda avtorskiy fasonimiz ham yaratildi, chunki bu xonadon egalari hamma xonalarini, pardalarini o'zimni didimga ishongan holda topshirganliklari uchun avtorskiy Islet degan fasonimizni qizlar xonaga mana yaratdik. Ko'ringlar. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi bu Islet fasonimiz. Mana shu xonadonda, aynan shu xonadonda yaratildi. Shunaqa zo'r turibdi. Chetlariga plisrovkali kurjvalarimizdan qo'ydik. Kurjvalarimiz chetlarida ham jemchuklari bor. Pastki qismlariga ham o'rnatdik va nafis tullarimizdan tanladik. Xonani interyeridan kelib chiqqan holda shu fason mana shu xonadonda yaratildi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu fasonimiz xonani yana ham kengroq, yorug', shinam qilib ko'rsatadi. Xonamiz родительский spalniy xona bo'lib, hozir uni sizlarga ko'rsataman. Mana bu xonamizga blokkautlarimizdan foydalanib, amerikanskiy uslubida parterlarimizni tikib berdik. Chunki mijozimiz qorong'u bo'lishini, hammasi yopilishini xohlashdi. O'shaning uchun biz batga parterlarimizni ko'proq qilib tashladik. Yopilganda bemalol oynani hamma qismini yopish uchun. Mana yopilganda turishini qaranglar, yaqindan oling, tepa qismini. Shunaqa dona-dona bo'lib turadi, hech ham buzilmaydi bu fason. Mana yiqqaningizda ham yana buzilmasdan turadi. Juda ham chiroyli. Bemalol quyosh yorug'ligini to'sib beradi bu blokkautlarimiz 100%. Shuning uchun bu xonamizga blokkautlarimizdan foydalandik. Xonadonimizda xonaning interyeridan kelib chiqqan holda ranglar tanlangan. Har bitta detallarga, mebellarga, gilamlarga, lyustralarga hamma yoqqa e'tibor bergan holda ranglarni tanlaganmiz. Biz ranglarni to'g'ri tanladik deb o'ylaymiz. Hozir endi sizlarga keyingi xonalarni ko'rsataman. Qani ketdik. Qaranglar, bu tomonda garderobni shunaqa chiroyli mebellar yasatib qo'yishibdi. Ko'rib havas qildik. Havas qilganlarga ham Alloh tez orada yetkazsin deymiz. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men bularga? Bu xonamiz, yana bitta ikkinchi etajdagi zalimiz. Bu xonamizga yengil variant tul bilan felichitalarimizdan foydalandik. Bu tullarimiz bilan felichitalarimiz komplekt. Ko'ring, yaqindan oling, juda chiroyli, ko'rib turganlaringdek nafis chiqdi. Va держатель bobonlarimizga ham e'tibor beringlar. Bu aksessuarlarimizni Turkiyadan tanlab olib kelganman. Shunaqa zo'r tushdi xonaga va tul va felichitamizga ham nafislik bag'ishladi. Bu держатель bobonimiz. Mana bu tomonni, tepa tomondan lesnitsamiz ko'rinishini yana bitta oling. Qodirali juda ham chiroyli, ko'rib turganlaringdek men mashitga teatralka bo'lishini xohladim. Haqiqatdan ham teatralka zo'r tushgan. Mana o'zlaring ham ko'ringlar, lyustralarga moslab, bobonlarni, держательlarni qo'yib berdim. Har bitta kichkina detallarga ham e'tibor berdim va juda ham idealniy chiqdi deb o'ylayman. O'zimga haqiqatdan ham yoqdi. Agarda o'zingizga yoqsa, qilgan ishingiz boshqalarga ham yoqadi deb o'ylayman. O'shaning uchun menga yoqdi. Bu xonamiz o'g'il bolalar xonasi. O'g'il bolalar xonasiga lion tullarimizdan va parterlarimizdan foydalandik. Mintol rangda bo'lganligi uchun biz ham shu parterimiz ichida mintol, seri, kafeni, bejoviy ranglari bor parterlarimizni tanladik. Bu parterimiz bilan tulimiz komplekt qilib Turkiyadan keltirilgan. Shunaqa sifati zo'r. Pantofkalarni ham turishini qaranglar.
zo'r cho'tki bo'lib turadi. Mebellarimizda seriy rangi bor. Bu kvartiramiz ichida ham seriy ranglari bor. Juda ham xonani interyeriga ham, ranglariga вообще zo'r tushgan. Sizlar bilan birgalikda ikkinchi etajda obzorini qilib bo'ldik. Endi hozir podvalda sizlarga ko'rsataman. Podvalimizda jalyuzilar ham qilib berganmiz, pardalar ham qilib berdik. Hozir qiziq bo'lsa sizlarga buni obzorini ko'rsataman. Ketdik. Mana podvalda kirishda o'ng qo'lda mana fitness desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib remont qilingan. Biz ham chiroyli kombo jalyuzilarimizdan xonani ranglariga moslab tanladik. Menimcha to'g'ri tanlaganmiz. Haqiqatan ham ideal bo'lib tushdi. Kombolarimiz ham вообще zo'r turibdi. O'zlaring ko'ringlar. Keyingisi ketdik. Hozir sizlarga mana shu 3 etajli xonadonimizni podval qismida joylashgan eng chiroyli xonani ko'rsataman. Menga shaxsan o'zimga shunaqa yoqdi. Hozir obzor qilib beraman. Agar sizlarga ham yoqsa, kommentariyada fikrlaringni qoldiringlar va layklaringni ayamanglar. Tez orada sizlarga ham Alloh shunaqangi uylarni nasib qilsin. Qani keling. Mana ko'ringlar, bu xonamiz namozxonamiz. Marokanskiy stilda remont qilingan. Lyustramiz ham marokanskiy stilda. Shunaqa chiroyli chiqdi, ko'ringlar. Bu xonamiz kichikgina masjidga o'xshab qolgan. Shunaqa zo'r namozxonamiz. Mana bu tomondagi suyangichlarni ham вообще zo'r qilishibdi. Pardamiz ham shiringina bo'lib chiqdi. Eng yoqqan xonalardan biri bo'ldi menga. Sizlarga ham yoqdimi? Qaranglar. Mana bu tomondagi mana mehrobni ham qaranglar, shunaqa chiroyli qilishibdi. O'zi ham yoqdi menga. Hammaga nasib qilsin. Mana Shahnoza elita pardalarni kuzatuvchilari, sizlar bilan birgalikda mana shu 3 etajli xonadonimizni obzorini ko'rib chiqdik. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikr va mulohazalaringni qoldirishlaring mumkin. Sizlarga ham mana shunaqangi chiroyli, hech qayerda uchramaydigan ko'rkam, shinam pardalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Xonadonlaringga borib, uyda interyerdan kelib chiqqan holda yokida o'zingizni xohishingizdan kelib chiqqan holda pardalar tikib beramiz. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar.